Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda bochkalarimiz qopqog'i o'ziga qanaqa qilib yopiladi, qanaqa qilib ochiladi shu haqida gapirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsalang, ko'rsatib o'tamiz. Oldi qatorli bochkalarimiz sotuvga tayyor, bularni qator yuvib qo'ysak bo'ldi. Yonidagi bochkalarimizni ichlari tozalangani yo'q. Shpatilda bir qator tozalab qo'ysak, bular ham tayyor hisobda. Xo'p do'stlar, qopqoqlar mana bu tomonda turibdi. Qopqoqlarni yopib ko'rsatsangiz bo'ladi. O'zi yopilyapti. Hozir kesilish jarayonini ko'rsatamiz. Bu bochkamizni kesib qo'yganmiz, namuna sizlarga ko'rsatyapman. Mana chokidan, qirg'oqdan ehtiyotlab kesiladi. O'zi yopilgan holatda bo'ladi. Ko'rsalang mana. Ochiladi, tayyor. Bunaqa qilib kesishda o'sha don solgani, yem solgani tavsiya qilamiz. Agar oxay bo'lsaga kesmoqchi bo'lsangiz, buni ichki tomondan aylantirib kesiladi. Ichki tomondan kesiladi. Mana monga o'sha qirg'oqdan kesib turib, o'ziga urib qo'ysa baquvvatroq bo'ladi. Xo'p do'stlar, videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like sizdan. Bu bochkalar faqat yonmaydigan mahsulotga ham kesish tavsiya qilamiz.